Xo'p, assalomu alaykum. Algoritm data structure bo'yicha video dars. Birinchi kirish mavzusi sonlar va uning ustidagi amallar bo'yicha bo'ladi. Xo'p, birinchi o'rinda sonlar bu asosan biz nomlaymiz data, information emas. Sabab faqat sonlarni o'zi qanaqadir parametrsiz bo'lsa, ular hech qanaqa ma'no kasb etmaydi. Ular qanaqadir parametr bilan birga kelganda, ana undan keyin ular informationga aylanadi. Masalan, bitta son olsak, 25 degan raqam yoki son. Bu son, bu shunchaki son. Bu nima? Bu qanaqadir uzunlikmi? Bu qanaqadir og'irlikmi? Bu bilmaymiz. Agar o'sha sonni biz masalan deylik qanaqadir temperature deb qanaqadir bir value ga olsak, u ana undan keyin informationga aylanadi. Xuddi shunaqa sonlar orqali information bilan ishlash mana shu algoritmlarni eng asosiy prinsiplaridan biri hisoblanadi. Bilamizki, algoritm deganda bu qanaqadir biz muammoga yechim beradigan aniq bitta ketma-ketlikka ega bo'lgan proses, jarayondir. Xo'p, endi u qanaqadir bir matematik ifodalar, matematik formulalar bilan bo'lishi mumkin va hokazo. Bu jarayonda biz ko'rishimiz mumkinki, algoritm qanaqadir bir algoritmga qanaqadir bitta input kiradi, qanaqadir son bo'lishi mumkin, qanaqadir data type bo'lishi mumkin. U qanaqadir bir jarayonni, prosesni amalga oshiradi, ana undan keyin bizga output, ya'ni natijani qaytaradi. Algoritmni ishlashi, to'g'ri ishlashi uchun bizda eng asosiy ikkita postulat, ya'ni ikkita asosiy prinsiplarimiz mavjud. Birinchisi bu input berilgandan keyin algoritm bajaradi. Shu algoritm bajarib, output biza kutgan natija bilan bir xil natija qaytarish kerak. Ya'ni expectation bilan output the result ikkalasi teng bir xil natijani qaytarib berish kerak. Ikkinchi postulat nima? U ketma-ket bajargandan keyin qaysidir etapga kelganda algoritm to'xtashni ham bilishi kerak. O'sha jarayonni to'xtatib, finish qilib yakunlash kerak bo'ladi. Xo'p, shu bilan birga biz bilamizki, sonlarni masalasiga qaytadigan bo'lsak, sonlarda bir nechta turlari bor. Ular bo'lishi mumkin, masalan, integerlar, ular bo'lishi mumkin, masalan, float typelar, ya'ni masalan deylik 10, 15, 20 kabi sonlar, bular odatda integerga kiradi. Masalan, -10 raqamlarigacha. 10.5, 1.7, 8.99 kabi raqamlar bilamizki, float degan turlarga kiradi. Ularda yana qo'shimcha masalan real, rational, decimal turidagi turlari ham mavjud, mana bu yerda ko'radigan bo'lsak biz. Xo'p, demak, biza ularni asosan turni aniqlashimiz biz yechayotgan problemga, ya'ni muammoga bog'liq. Masalan, biz bitta temperature bo'ladigan bo'lsa, u odatda float type bilan aniqlanadi. Biz muammoni turiga qaraymiz. Biza yuqorida aytganimizdagidek temperature bilan ishlayapmizmi? Demak, biz odatda masalan deylik float turidagi raqamlar bilan ishlaymiz. Qanaqadir pulga bog'liq bo'lgan qanaqadir raqamlar yoki muammolarga yechim topayotgan bo'lsak, shunga bog'liq bo'lgan raqamlar bilan ishlaymiz. Xo'p, endi biz mana shu sonlarni strukturasini ko'radigan bo'lsak, mana shu sonlarning o'zini strukturasi ham qanaqadir turlarga bog'liq bo'ladi va o'sha turlarga bo'linadi. Misol uchun bitta raqamni oladigan bo'lsak, masalan 11.5 yoki 1125, shuni qanaqadir deylik bir yirik sonlarni birlashmasidan iborat bo'ladi mana shu son ham. Ya'ni raqamlardan tashkil topgan biz bilamiz. Raqamlar deganda 0 dan tortib to 9 gacha bo'lgan bir ifodani sanasak bo'ladi raqam deb. Masalan 1, 1, 2, 5 bu ham qanaqadir shu raqamlarni shakllantirilgan holati mana shu sonni bergan. Deylik, bu bo'lishi mumkin biz masalan oddiy elementar arifmetik matematikada o'rgangan birlar, o'nlar, yuzlar, minglar xonasi bo'lishi mumkin. Mana shunaqa ko'rinishda ularni bo'laklarga bo'lib olishimiz, ajratib olishimiz mumkin bo'ladi. Odatda biz informatikada yoki mana shu algoritm, data structure mavzularida biz 2lik, 8lik, deylik 10lik, 16lik kabi sanoq sistemalari bilan ishlaymiz. Algoritmlarda mana shu ko'rinishni odatda biz radixlar deb ataymiz. Mana bu yerda ham berilgan. Bu masalan 10lik sanoq sistemasiga aylantirilgan holatidagi bir ko'rinishni biz ko'rib turibmiz. Xo'p, demak, misol keltiradigan bo'lsak, bitta bir namuna qanaqadir olaylik. Masalan, odatda eng mashhur sanoq tizimlaridan biri ikkilikni masalan bir namuna sifatida olsak, ikkilik sanoq tizimiga aylantirib olish. Deylik, bizda qanaqadir bir raqam son bor, 50 soni. Eng oson savol buni aniqlashtirib olish uchun 50 sonini biz qanaqa qilsak ikkini darajalarga o'xshatib olamiz buni desak bo'ladi. Mana shu darajalar bilan yaxshi ishlagan injener yoki yaxshi ishlagan bir mutaxassis birdaniga uni darajalarni aylantirib, uni qanaqadir yig'indi sifatida ko'rinishiga olib kelishi mumkin. Misol uchun deylik, sodda bir juft raqamli holatdan boshlab kelaylik. 50 nimani yig'indisi?
Masalan 32 raqami bor bizda, 16 raqami bor va 2 raqami bor. Mana shu uchalasini qo'shsak 48 va 50 ta beradi. Endi bularni ham 32 qanaqadir 2 ning qaysi darajasiga mosmi? Albatta, misol uchun 2 ning 5-chisiga mos. 16 qanaqadir 2 ning darajasiga tushadimi? Tushadi. 2 ning 4-chisi. 2 2 ning o'zini 1-darajasiga tushadi. Demak, 50 sonini chiqarishimizda bizda 2 ning 5-chisi, 2 ning 4-chisi va xuddi shunday 2 ning 1-darajalari orqali chiqarib olsak bo'ladi. Demak, endi biz mana masalan oddiy arifmetik holatda uni 50 ni shakllantirdik. Ana endi uni informatik holatda ikkilik sanoq tizimiga aylantiramiz. Deylik, misol uchun 2 ni darajasini bir boshdan boshlab kelsak, 2 ning 0-darajasi bilamiz 1, 2 ning 1-chisi 2, 2 ning 2-chisi 4, 2 ning 4-chisi masalan deylik 16, 5-chisi 32 bo'ldi. Mana undan keyingisi 2 ning 6-chisi deylik 64 bo'lib ketadi. Bu endi 50 dan katta bo'lib ketadi. 50 ni shakllantirib olishimiz uchun 50 gacha bo'lgan, 50 yoki undan kichkina bo'lgan raqamlarni 2 ni xossalariga moslab terib chiqdik. Ana endi bo'ldi. 1, 2, 4, 16 va 32 raqamlari hosil bo'ldi. Darajalar ham mana bu yerda shakllangan turibdi. Endi biz bittagina bir sonni bir koordinatasini chizamiz. Bir kichkina bir jadvalga o'xshash table shaklida. Deylik bizda bor daraja qaysidan boshlab kelamiz deylik. Misol uchun 0 dan boshlab kelsak, 0-darajada bor bizda deylik 2 0-darajasida 1 qatnashgan masalan. Keyin 1-daraja, 1-indeks yoki 2-indeks, 3-indeks, 4 va 5-indeksgacha kelamiz masalan. Mana shu yerda ko'rishimiz mumkin. Darajalarni xossalariga moslangan holat. Ya'ni deylik, masalan 0-indeksda turgan raqamni biz mana shu 50 ni hosil bo'lishidagi ifodalarda ishlatganmizmi yo'qmi? Deylik, masalan 2 ning 0-darajasidagi indeksni biz ishlatdikmi yo'qmi? Misol uchun yo'q. 1-indeksli raqamni ishlatdikmi? Ha, ishlatdik. Mana bu yerda bu natijani bu qismda. Shuning uchun indeksda biz bu yerda bitta 1 deb yozsak bo'ladi. 2-darajani 2 ni kvadratiga bog'liq bo'lgan daraja ishlatdikmi? Yo'q, ishlatilmadi. Shuning uchun yana xuddi shunday 0 bo'ladi. 3-daraja ham ishlatilmadi. 8 ni beradi. Bu yerda 8 ni beradigan ifoda yo'q. 2 ni 4-chisi 16 ni beradigan ifoda bu bor. Shuning uchun yozsak bo'ladi. 5-daraja ham ha, 6-daraja esa yo'q. Bitlarni mana shunday ko'rinishda ikkilik sanoq sistemasidan ajratib olish va keltirib chiqarishda mana shu ko'rinishda foydalansak bo'ladi, eng sodda arifmetik namuna sifatida. Xo'p, demak bizda navbatdagi operator bitwise operatorlari deb nomlanadi. Bu asosan bu yerda ko'rishimiz mumkinki biz and, or, exclusively or ya'ni XOR yoki not kabi eng mashhur operatorlardan birlarini ko'rib turibmiz. Bularda eng asosiy vazifalari taqqoslanayotgan ifodalarda ularni qaysi biri qatnashgan yoki qatnashmaganligi yoki qaysi biridir birgalikda yoki umuman qatnashmaganligiga qarab turib xulosa chiqarish uchun asosiy taqqoslov operatorlari vazifasini bajaradi. Misol keltirib, mana bu yerda ko'radigan bo'lsak, AND operatorlarini biz misol uchun deylik 0 ni masalan false, 1 ni esa true deb oladigan bo'lsak, bu yerda ko'rishimiz mumkinki, eng oson va eng tushunishga sodda ko'rinishda tasvirlaydigan bo'lsak, agar ikki tarafda ham berilayotgan va taqqoslanayotgan ifodalarning ikki tarafi ham qachonki true bo'lsa, ikki tarafi ham ha degan acceptance oladigan bo'lsa, demak javobimiz true bo'ladi. Aks holatda har qanday holat uchun ham bizda false degan natijani qaytarib beradi. Deylik A false, B false va albatta bu false. A yoki B false, qolgan qismi true bo'ladigan bo'lsa, demak yana javobimiz false ni beradi. Yoki qachonki bular ikki tarafi ham true ni beradigan bo'lsa, ana undan keyin natijamiz true ni beradi. Mana bu AND operatorlari, AND operatorining asosiy mazmuni. OR operatori yoki degan ma'noni anglatadi. Ikki taraf false bo'lgan taqdirda albatta false degan natijani qaytaradi. Buni AND dan farqi, eng asosiy farqlardan, agar bitta taraf ham qoniqtiradigan acceptable bo'ladigan bo'lsa, demak bo'ldi, javobimiz ham mana shu true natijani qaytarib beradi. Ya'ni false va true va false birgalikda qatnashadigan va or bilan uni taqqoslanayotgan paytda javobimiz true, ya'ni mana shu bir raqami orqali ifodalashimiz mumkin bo'ladi. Keyingi operatorimiz exclusively or, ya'ni XOR deb nomlanadi. Uni eng asosiy vazifalaridan bittasi qachonki ikki tomoni ham false bo'lsa, false bo'lganda false qaytarib beradi. Mana shunaqa ko'rinishda bu ham deyarli bir xil AND va OR bilan. Qachonki OR bilan o'xshashligi uni ikki tarafdan bitta tarafi true bo'ladigan bo'lsa, true ni qaytaradi va farqi qachonki ikki taraf ham true bo'lib qoladigan bo'lsa, u false natijani bizga qaytarib beradi. Mana shu eng asosiy farqlardan biri.
va not operatori bor. Bu yerda qaysi biri misol uchun qatnashadigan bo'lsa, agar true bo'lsa true, bo'lmasa false bo'lsin, false bo'lsa true bo'lsin degan sodda tushunchani bizga ko'rsatib berishi mumkin. Demak, bizga undan keyingi o'rinda turadigan asosiy operatorlardan biri shift qilish, ya'ni qaysidir mana shu bitlar bilan ishlayotgan paytimizda unga o'ng tarafdan qanchadir masalan deylik surib qo'yishimiz yoki chap tarafdan uni surib qo'yishimiz kabi namuna bilan ko'rsak bo'ladi. Deylik, bizda mana shu shifting operatorlaridan misol uchun tushunishimiz uchun deylik qanaqadir bir left shift misol uchun birinchi ko'radigan bo'lsak, 10 raqami bor bizda misol uchun 10 degan bir bit bor. Uni bittaga deylik left shift bilan o'zgartirib surib qo'yishimiz kerak. Bunday holatda biz shunchaki 10 sonini bittaga 10 ga shift qiladigan bo'lsak, u misol uchun 1 ga aylanadi. Ya'ni mana bu oxirida turgan raqamni o'chirib qo'ysak, ya'ni o'chirib undan keyingi raqamlarni qoldiramiz xolos. Bu yoqda natija 1 ga aylanib qoladi. Yoki misol uchun 101 raqami bor bizda, uni ikkita shiftga aylantirsak ham xuddi shunday 1 va 0 raqami yo'q bo'lib, oxirdagi 1 raqamini bizga ko'rsatadi. Oxirida ya'ni ikkita raqamni shunchaki remove qildik. Mana shu shift deb aytiladi. Bu left shiftga sodda misol bo'ladi. Agar deylik misol uchun shuni boyagi 101 raqamimizni 3 ta xonaga agar shift qilganimizda butun hamma raqamlar yo'q bo'lib, undan oldingi biz 0 bit bor deb hisoblaymiz va o'sha 0 bitni represent qilib ko'rsatib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Sabab uni oldida hech qanaqa raqam yo'qligi uchun biz mana shu raqamni bilmaganligimiz uchun o'sha 0 bitni qo'yib ketsak bo'ladi. Left shift ham xuddi shunaqa ko'rinishdagi algoritm bilan ishlaydi, faqat bu tarafga qarab uni surib qo'yishimiz yoki o'chirib borishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, 101 raqamni o'zini oladigan bo'lsak, agar uni mana shu ko'rinishda bitta raqamni olsak, mana bu yerda 01 mana shu ko'rinishdagi qismini qoldirgan bo'lamiz. Mana bu yerdagi namunalardan kelib chiqqan. Demak, endi practice qilish uchun sodda namunalardan birini ko'rsak, masalalarni. Bu mavzu bo'yicha asosan 4 ta masala. Birinchi masalani birinchi ko'radigan bo'lsak, shartida aytilyaptiki, berilgan sonni raqamlar ko'rinishida oxirdan boshlab chiqarish kerak. Misol uchun deylik, masalan 1234 raqam berilyapti bizda. Xuddi shunday buni teskari sanoq orqali oxiridan kelgan raqamlarini mana shunaqa ko'rinishda reprezent qilib, tagma-tag chiqarib berishimiz so'ralyapti output sifatida. Demak, birinchi o'rinda biz ko'rishimiz mumkin bo'lgan qismlardan, eng sodda masalalardan kod qismini misol uchun deylik ko'radigan bo'lsak, biz demak function yaratib olishimiz mumkin birinchi navbatda. Ya'ni print digits deb nomlasak, u number degan value ni qabul qiladi. Bu propertyga misol uchun biz birinchi berishimiz mumkin, agar mana shu raqam 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, birdaniga uni misol uchun deylik 0 nimasini natijasini qaytarsin. Misol uchun number qachonki 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, u natija sifatida 0 ni o'zini qaytarib bersin bizga. Va return ham xuddi shunday natijani o'zini bersin funksiyada. Endi demak biz o'rganganmizki, buni raqamni qanday holatda misol uchun biz aylantirishimiz kerak, teskari holatga keltirishimiz uchun bizda shunaqa bir belgi borki, integer diverge deyiladi. Bu qoldiqni olmasdan butun sonni aylantirish va uni misol uchun qoldiq qismini aylantirib olish. Digit deb nomlaymiz biz qoldiq qismi uchun, number deb nomladik misol uchun butun qismini olish maqsadida. Deylik, biz misol uchun 1234 raqamini 10 ga bo'lganimizda 123 bu butun qismi, qoldiq esa 4 ga teng bo'ladi. Buni biz misol uchun digit deb nomlasak bo'ladi. Number qismi esa 123 ga teng bo'ladi. O'sha 123 ni yana xuddi shunday tartibda 10 ga bo'lib oladigan bo'lsak, xuddi shunday 12 bu butun qismi qoladi, 3 esa digit qismiga aylanadi. Endi mana 4 tayyor bizda, 3 tayyor bizda. Endi qolganini ham xuddi shunday yana davom etamiz. Bir xil siklda davom etyapmiz. Yana 10, yana 10, yana 10 ga bo'lyapmiz va number qilib asosiy qolgan butun qismini olib olyapmiz. Uni ham xuddi shunday bo'ladigan bo'lsak, bizda 10 va 2 bu yoqda qoldiqqa digit sifatida 2 qoladi. Yana xuddi shunday oxirdagi bir raqamini oladigan bo'lsak, butun qismida hech narsa qolmay qoladi bizda va digit qismida esa bizda oxirida bir natijasi qoladi. Demak, e'tibor beradigan bo'lsak va bularni yig'ib chiqsak, bizda 4, 3, 2 va 1 raqamlar qoladi.
Demak, logika nuqtai nazaridan xulosa qilishimiz mumkinki, bizda asosiy argumentlar digit va numberlar bo'ladi. Digit bu qoldiq qismi, number bu butun qismi. Xuddi shunday tartibda uni bo'lib borish orqali qachonki, demak, to'xtatamiz biz algoritmni, qachonki bizni butun qismimiz, ya'ni number qismimiz 0 ga teng bo'lganida. Demak, asosiy logikamiz tushunarli, biz o'zimiz uchun deylik dizayn qilib oldik va endi uni kodga aylantirib olishimiz mumkin bo'ladi. Demak, shunaqa bitta loop sikl yaratishimiz kerakki, qachonki o'sha uni number deb nomladik biz, ya'ni butun qismi 0 ga teng bo'lganidagina ana uni to'xtat. Ya'ni qachonki o'sha bo'lib borayotgan paytda oxirgi natija tugab bo'lgandan keyin uni aylantirib qo'ygan 0 ga degan natijani berishimiz kerak. Bu yoqda bergan shartimiz bo'lsa, agar raqam 0 bo'ladigan bo'lsa, uni hisoblashdan hech qanaqa ma'no yo'q. Shuning uchun yuqoridagi shartni berib qo'ysak bo'ladi. Demak, qo'yishimiz mumkin loopni biz while number qachonki 0 ga teng bo'lmasa davom etaver va digit, ya'ni qoldiq qismini shunday hisoblanganki, bizga kiritilayotgan mana shu inputni doimiy bo'lib borgin 10 ga va qoldiq qismini olgan degan natijani beryapmiz. Va shu orqali biz number mana shu belgi, ya'ni integer diverse degan simvolimiz bor. Bu butun qismini oladigan, natija beradigan jarayon. Number esa har safar mana shu butun qismini oladi va digit uni qolgan qismidagi natijani qoldig'ini yig'ib boradi. Mana shu natija orqali biz ko'rishimiz mumkin mana shu digit va number qanday hisoblanayotganini. Deylik, misol uchun mana shu yerda bitta print qo'yib digitni hisoblab qo'ygan degan bir deylik bir qanaqadir bir komment berib ketadigan bo'lsak sodda tilda, mana shu natijani ko'rishimiz mumkin. Endi biz oxirida bitta sinab olishimiz uchun funksiyamizni chaqirib qo'yamiz va natijaga qandaydir bitta inputni beramiz. Deylik, bizning inputimiz boshida biz hisoblagandik 1234. O'sha raqamni berib run qilganimizda bu yoqda natijani ko'rishimiz mumkin. Funksiyani noto'g'ri chaqiribmiz. Natijani ko'rishimiz mumkin to'g'ri yoki noto'g'ri ishlaganini. Mana shunaqa ko'rinishda biz natijani olishimiz mumkin. Xuddi shunday teskarisini bersak, u buni teskari holatidagi ketma-ketligini chiqarib berishi mumkin. Demak, ikkinchi masalani ko'radigan bo'lsak, masalaning sharti qisqa. Aytilyaptiki, berilgan sonni ikkilik sanoq tizimiga aylantirib olib, uni string ko'rinishida, ya'ni matnli holatdagi ko'rinishda bizga qaytarish kerak bo'ladi deb aytayapti. Masalan, input sifatida 6 raqam berilganda, output sifatida uni ikkilik sanoq tizimiga aylantirib, uni bitlarini yozib va string holatda qaytarib bergan deyapti. Deylik, misol uchun birinchi yuqoridagidek arifmetik ko'rinishda matematik holatda hisoblaydigan bo'lsak, deylik, masalan, ozgina yuqoriroq raqam 13 raqamini oladigan bo'lsak, uni chiqarib hosil qilib olishimiz uchun oldingi aytganimizdek 2 ni darajasiga aylantirishimiz kerak. 2 ni darajasiga tushadigan qaysi sonlar yig'indi bo'lib 13 ni beradi. Masalan, 8 qo'shadimiz 4 ga 12 bo'ladi. Yana 1 ga qo'shsak bo'ldi 13 ni beradi. 8 2 darajasimi? Ha. 4 2 darajasimi? Ha. 1 2 darajasimi? Ha. 8 deganda 2 ning 3 darajasi, 4 bu 2 ning 2 darajasi, 1 va 2 ning 0 darajasi sifatida olishimiz mumkin. Ana endi uni ikkilik sanoq tizimiga aylantirishimiz uchun biz uni bitwise bilan uni ko'rsak bo'ladi. Masalan, deylik, bizda 0 bor, doimgidek 0-indeks, 1-indeks, 2-indeks, 2-indeks, 3-indeks va 4-indekslar bor deylik. Demak, endi sanab boshlaymiz. 0-indeksli 2 ni darajasi qatnashganmi bu yoqda? Ha, qatnashgan. Yig'indi nechida? Birinchi raqamli 1-indeksga qatnashganmi? Yo'q, qatnashmagan. 0 bo'ladi beti buni. Ikkinchi daraja qatnashgan. Ha, 3-daraja qatnashgan. Ha, 4-daraja qatnashmagan. Yo'q. Mana shu qismni o'zini olsak, demak 13 ni biz ikkilik sanoq tizimiga aylantirsak, bizda 11 01 ko'rinishida bizga aylanyapti. Xuddi mana shu natijani bizga stringga aylantirib qaytarishni so'rayapti. Demak, jarayon oldingidek deyarli bir xil bo'ladi. Berilayotgan input, ya'ni mana shu x deylik numberni bo'lamiz doimgidek. Oldin bo'lganimiz 10 lik sanoq sistemasi edi 10 ga, endi buni 2 ga bo'lib olamiz. 2 ga bo'lganimizda qanchadir misol uchun raqam bo'ladi, 12 bo'ladi va bir qoldiq qoladi. O'sha qoldiq qolayotgan natija bizda odatda bilamizki, yo 2 dan 2 ga bo'layotganda yo 1 qoldi yoki 0 qoldiq qoladi. Istalgan raqamni biz bo'lganimizda yoki sonni. O'sha qolayotgan qoldiq digitni biz bit sifatida olsak bo'ladi, bitwise qilib ishlatsak bo'ladi. Demak, endi
kod qismini ko'rib ishlatib ko'radigan bo'lsak, biz funksiyamizni e'lon qilamiz. Deylik convert to binary degan funksiya orqali unga argumentga numberni beramiz va oldingiga tekshirib qo'yamiz. Agar numberimiz 0 ga teng bo'lib qoladigan bo'lsa, bu deyarli mazmunsiz bo'lib qoladi. Shuning uchun asosiy shartni biz qaytarib qo'yamiz 0 ni qaytarganda. Demak, bundan tashqari resultni ham xuddi shuni str ya'ni string da qaytarib bersin va bo'lib olganimizda uni digitini, ya'ni shu qoldig'ini va numberni asosini olayotganimizda toki 0 ga borayotganigacha while loop ishlab tursin doim. Mana shu shartni beramiz. Ya'ni while loop ishlasin, number qachonki teng bo'lmay qolsa 0 gacha. Teng bo'lib qolgandan keyin, tugatgandan keyin bo'ldi, operatsiyani to'xtatadi. Xo'p, digitni biz e'lon qilamiz. Bu nimaga teng bo'ladiki, numberni biz bo'lib olamiz, ikkilik bitwise bo'lganligi uchun 2 ga bo'lamiz buni. Result sifatida uni olamiz. O'sha digitni birinchi o'rinda uni qo'shib olamiz, chiqayotgan natijasini va uni str qilib digitni qaytarib qo'ysak bo'ladi. Misol uchun deylik, mana digit beramiz va uni shunchaki string holatiga convert qilib qo'ysak yetarli bo'ladi. Endi oxirida biz mana shu numberni, ya'ni asos sifatida olinayotgan o'sha bo'linmani o'zini 2 ga bo'lingan holatidagi doimiy bo'linmani ta'minlab tursak yetarli bo'ladi. Mana shu bizning asosiy algoritmimiz, mana shu protsessi shu yerda davom etaveradi takroriy ravishda toki shu natijaga bormaguncha. Va oxirida return qilib biz, masalan, deylik resultni o'zini mana shu chiqayotgan resultni qaytarib qo'ysak bo'ladi. Xo'p, print qilamiz, funksiyamizni chaqiramiz convert to binary ni va ichiga argumentimizni beramiz. Deylik 13 da biz sinagandik. Run qilganimizda biz ko'rishimiz mumkin natijani. Demak, bitta qayerdadir bizda xato ketdi. U xatoni to'g'rilashimiz uchun number digit bizga teng bo'lyapti. Xo'p, str teng bo'ldi. Numberimizni biz bo'lib olganligimiz bu yerda ko'rinyapti. Return result qilib qaytardik. Xo'p, return bu yerdan result qaytyapti. Result mana bu yerda teng qolib ketgan ekan. Sodda xatolik va natija mana shunaqa ko'rinishda qaytdi. 10-11. Bu yerda asosiy sabab, biz agar ko'rsak, eski natijamizda 11-01 edi. Bu yerda 10-11 teskari qaytaryapti. Bu yerda mana bu natijani shunchaki reverse qilib qo'ysak, Pythonda reverse mana shunaqa ko'rinishda qaytarib qo'ysak bo'ladi. Natija bizda teskari, ya'ni 11-01 ko'rinishda mana bitwise orqali ikkilik sanoq tizimiga aylantirib olganimizni ko'rishimiz mumkin. Demak, ana endi keling navbatdagi masala sifatida ko'rishimiz mumkin. Bitta LeetCode platformasidan 7-chi masala misol uchun bor bizda. O'sha masaladan ko'raylik, shu mavzuyimizga aloqador bo'lgan reversed integer nomli. Bu yerda masalan shartida aytilyaptiki, given a signed 32-bit integer x and return x with its digits reversed. Ya'ni bu yerda aytilyaptiki, bizda masala sharti berilyapti. Bu yerda asosiy integer beriladi input sifatida. Ular bo'lishi mumkin qanaqadir bir raqamlar 5, 10, 15, -15 va hokazo ko'rinishda. Va aytilyaptiki bu yerda signed deganda biz tushunishimiz mumkinki asosiy pozitiv ham, negativ number ham bo'lishi mumkin bu yerda deganda. Va if reversing x causes the value to go outside the signed 32-bit integer range, masalan -2 ni 31-darajasi, 2 ni 31-darajasigacha bo'lgan range deb beryapti bu yerda. Then return 0 deb aytayapti. Ya'ni bu asosan integerlarda berilayotgan bir range, ya'ni asosiy deylik oralig'i deylik, qanchadan qanchagacha raqamlarni masalan ko'tara olishi mumkin degan ma'noda. Agar o'sha range 32 bitdan oshib ketadigan bo'lsa, return qilib 0 da qaytarib qo'yaversangiz bo'ladi deb aytilyapti. Asosiy logika mana shu qismda ketyapti masalamizda. Xo'p, example sifatida ko'radigan bo'lsak, bu yerda aytayaptiki, input 123 ko'rinishda bo'lsa, output 321 bo'lib qaytsin deyapti. Oldingi masalamizda xuddi shunga o'xshash masala ishlaganidek, ko'rganidek, faqat tagma-tag uni separate qilib qaytarayotgandi. Buni esa xuddi shunaqa bitta exact number qilib qaytarishimizni so'rayapti. Demak, jarayonni qanaqa tushunib, qanaqa ishlashimiz mumkin? Deylik, mana input sifatida bizda 123 bor. Uni xuddi shunday 320 qilib qaytarishi uchun birinchi o'rinda biz doimgidek uni bo'lamiz, misol uchun unga digit qismini olamizda yozib boramiz, yig'ib, misol uchun qoladi bizda 3 qoldiq, 3 ni yozamiz.
xuddi shunday 12 qoladi. Undan keyingi number qismida uni yana 10 ga bo'lsak digitda bizda qoladi 2. Undan keyin xuddi shunday qoladi 10 va 1. Uni bo'lganimizda digitda biz doimgidek yana 1 ni qoldiramiz va asosiy numberda 0 qoladi. Mana shu 0 kelganda bo'ldi, operatsiya stop bo'lishi kerak bo'ladi. Yana o'sha bir xil ssenariy. Faqat ozgina farq qiladigan qism, biz uni digitlarni yig'inda qilib bitta exact number sifatida qaytarib berishimiz kerak bo'ladi. Eng asosiy masalani mazmuni shundan iborat. Demak, masalani bitta ishlab ko'radigan bo'lsak, bu yoqda mana keyingi example'larda ham ko'rishimiz mumkin. Agar minus, ya'ni negativ numberlar qaytgan taqdirda ham xuddi shunday negativ ko'rinishda qaytarsin deyapti. Yoki mana shunaqa 120, ya'ni 0 raqami ham qatnashgan jarayonda 0.21 ni o'rnida 21 deb outputda qaytarsin deyapti. Yoki 1200 deganda ham ikkita 0 ni cancel qilib, shift qilib, biz shift left shift va right shift ko'rganimizdek ikkita 0 ni shift qilib o'sha 21 ni o'zini qaytarib qo'yishni so'rayapti. Demak, yetarlicha tushunishga harakat qildik. Endi o'zimizni solutionimizni yozishga harakat qilamiz. Xo'p, endi bizda klass va funksiya berib qo'yilgan. Biz asosiy qiladigan ishimiz, biz birinchi o'rinda uni value orqali pozitiv yoki negativ ekanligini bitta ushlab yig'ib olishimiz kerak bo'ladi. Masalan, bitta sign degan deylik bir o'zgaruvchi olaylikda uni 1 ga tenglab qo'yaylik, chunki istalgan agar pozitiv raqamni 1 ga ko'paytirsak, o'sha raqam pozitivligicha qoladi. Teskarisi -1 qilib olib qo'yganimizda unga ko'paytirsak, pozitiv bo'lib turgan raqam negativga almashib ketadi. Ana endi shartimizni bersak, agar o'sha bizda deylik qanaqadir mana tepada input berilgan, o'sha inputimiz 0 dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, qaytarsin bizda signni -1 sifatida olib ketsin. Va x ni ham xuddi shunday -x sifatida olib ketsin. Ya'ni negativ qilib olsin raqamni. Aks holda else yozsak ham yozmasak ham bo'laveradi. Numberni masalan 0 ga tenglashtirib qo'ysin degan shartni olyapmiz. Number 0 ga tenglashtirilayotgani biz buni hali olganimizdan keyin natijani yig'inda qilib berib ketishimiz kerak bo'ladi. Xuddi shunday endi davom ettiradigan bo'lsak, biz funksiyamizni ichida yozsak bo'ladi. Endi yuqorida aytganimizdek x beriladigan value 0 ga teng bo'lmaguncha ishlasin va biz doimgidek digitimiz bor. U o'nlik sanoq tizimi orqali 10 ga bo'lib olsin, asosiy qoldig'ini olsin. Numberimiz bo'lsa, bizda uni deylik ko'paytirsin 10 ga doimiy. Asosiy sabab nima bu yoqda? Birinchi o'rinda misol uchun yuqoridagidek 123 raqami berildi. Uni 10 ga bo'lib qoldig'ini oldik. Digit 3 bo'ldi va butun qismi masalan 12 qoldi. U ya'ni shift bo'lgandan keyin 12 qoladi, 123 dan 12. Va endi bizda number boshiga 0 bo'lganligi uchun, 0 bo'lib qolganligi uchun uni 10 ga ko'paytirib ham yana bitta 0 hosil qilib olishimiz kerak. Masalan, 12 emas, 12 ni yuqoridagidek bo'lib olishimiz uchun 120 ko'rinishga aylantirib olishimiz kerak bo'ladi. Uni bo'lishga qulay qilishimiz uchun. Ya'ni number mana shu ko'rinishda bizda uni bitta darajasini 0 ga oshirib olib, orqasiga bitta 0 qo'yib olib, ana undan keyin bo'lib olsak qulayroq bo'ladi degan maqsadda ana shu vazifani bajarsak bo'ladi. Xo'p, keyingi vazifa sifatida o'sha numberda uni keyin yig'ib borishimiz kerak, chiqqan digitni natijasini degan qismni qo'shib qo'yamiz. Ya'ni deylik 0 chiqdi bizda, boshidagi misol uchun digitimiz, uni 3 ga qo'shganimizdan keyin 3 qoladi yana. Keyingi loop uchun masalan 12 ni biz yana 3 ga bo'lganimizda, undan keyin misol uchun o'sha diverge qilingandan keyin 12 butun qismni olamiz va loopdan yana o'tkazamiz. Mana shu uchun kerak bo'ladi. Misol uchun har bitta iteratsiyani bajarayotgan paytimizda va bizda x ni har doimgidek 10 ga yana o'sha qoldiq butun qismini olishimiz uchun kerak bo'ladi va oxirida whiledan tashqarida biz numberni ko'paytmasini olishimiz kerak. O'sha signga, yuqoridagi signga ko'paytirib qo'yamiz. Ya'ni musbat bo'lsa musbat, manfiy bo'lsa manfiyligini mana shu yerda tepada eslab qolgan natijasini qaytarib qo'yamiz xolos. Asosiy logika mana shu 4 ta qatorda ketyapti. Demak, yana bir tushunib olish uchun iteratsiyaga ko'rsak, birinchi iteratsiyada yuqoridagidek aytganimizdek, misol uchun 123 ni biz deylik bo'lib oldik yuqoridagidek mana 10 ga, bizda qoldi misol uchun butun qismida 12, butun qism numberda, digitda 3 qoldi. Mana shu natija birinchi iteratsiyadan keyin tayyor chiqdi. Endi ikkinchi iteratsiyada bizda x'imiz bor, ya'ni numberimiz 12 va digitimiz 3. Endi o'sha 12 ni yana biz bo'layapmiz mana bu ikkinchi iteratsiyada 10 ga va bizda chiqyapti digit bizda 2 ga aylanyapti qoldiq qismimiz
va numberimiz 10, ya'ni o'sha holatda turibdi. Endi biz bo'layotganimizda eski digitni olamizda, yuqorida aytganimizdek, uni 10 ga ko'paytirib olamiz. Eski holatdagi qolgan sign nuqtai nazardan. Uni 10 ga ko'paytirganimizda 30 ni beradi. Va eski qolgan digitimizning natijasi 2 edi. Uni ikkalasini yig'indi qilib qo'shamiz. Yuqorida ko'rgan namunamizniki singari. Mana bu yerda number plus digitni bergani singari. 30 ni 2 ga qo'shganimizda biz ko'ramiz 32 ga aylanadi. Xo'p, endi bu natija chiqdi va o'sha chiqayotgan yig'indini ana undan keyin 10 ga ko'paytirib olsak bo'ladi. Ya'ni qayta kelayotgan iteratsiya davom 3-iteratsiya uchun. Deylik 32 chiqdi. Hozir mana shuni oxiriga yetkazib qo'yaylik. Oxiridagi bizda turgan 10 ga qoldiq, ya'ni butun qismini bo'lib olish jarayoni bor edi. Oxirgi jarayon o'sha 12 bo'lingan 10 bilan tugadi. O'sha ikkinchi iteratsiyadan keyin bizda numberimiz qoldi 1. Ya'ni o'sha 1 ga 12 dan 10 ga bo'lgandan keyin butun qismi 1 qoladi. Chunki va digitimiz qoldi bizda yig'indidan keyin 32. Bu ikkinchi iteratsiyadan keyingi holat. Uchinchi iteratsiyada mana endi mana bu number 1 da yana 1 ga bo'lingan holati davom etgan va unda biz bilamizki 0 chiqadi. Ya'ni bu tugallanish qismi eng asosiysi loopni butun qism 0, qoldig'i esa qoladi bizda 1. Ya'ni oxirgi digitimiz bizda 1 qolganini ko'rsatadi. Ana shundan keyin while loopimiz to'liqligicha to'xtaydi. Va shu qatorda biz mana shu natijani oxirida ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Uni ham yana xuddi shunday 10 ga ko'paytiradi. 32 ni aniqrog'i 320 ga aylanadi va eski holatda qolgan mana bu number 1 da qo'shganidan keyin 321 ga aylanadi. Asosiy logika mana shunaqa ko'rinishda davom etadi bizda. Xo'p, uni qo'shimcha sifatida yana shartida berilganidek biz yana shart qo'shimcha qilib yana bitta shart berib qo'ysak bo'ladi. Misol uchun if number agar kichkina bo'lsa -2 ni darajasida 31 edi adashmasam, yoki number xuddi shunday katta bo'lsin, mana shu oralig'ida bo'lsin, 2 ni 31 darajasida va -1 qilinganda degan sharti bor edi. O'sha return 0 qilsin yoki aks holda return o'sha numberni o'zini qaytarsin degan shartni bergan edi. Tekshirib ko'rishimiz mumkin qanchalik uni express qila olganimizda 123 kelyapti. Mana 321 ga aylanyapti. Expected 321 bilan bir xil chiqyapti. Ikkinchi case'da xuddi shunday -123, 321 ga aylanganligi va expected bilan bir xil chiqqanligi. Uchinchi case'da mana 120, 21 va 21 bilan expected bo'lgan natijasi bir xil chiqqanini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, demak, sonlarga bog'liq bo'lgan navbatdagi masalalarimizni bittasini ko'radigan bo'lsak, Letcode 231-masalada power of 2 deb berilgan, ya'ni 2lik sanoq sistemasini darajasiga aylantiradigan qism. Asosiy shartda bizda berilyaptiki, given an integer n, return true if it's a power of 2, otherwise return false. Ya'ni xuddi shunday yuqorida ko'rgan masalamiz deyarli davomi, faqat ozgina boshqacharoq rakursdan. Agar berilayotgan inputdagi raqam 2 ni rostdan ham darajasiga mos tushsa, qanaqadir berilayotgan raqam o'sha 2 ni darajasiga tushsa true qaytarsin, aks holda false qaytarsin degan qismni natijani beryapti. Oxiriga yetkazib qo'ysak, an integer n is a power of 2 if there exists an integer x such as n equals to 2 over the power of the x deb aytyapti. Ya'ni yuqorida aytganimizni brief masalan explanation. Birinchi example sifatida aytyapti, mana n barobar 1 bo'lyapti, output true chiqyapti. Nima uchun? Sabab 1 ham 2 ni darajasiga, deyarli istalgan raqamni darajasiga tushadi, chunki istalgan raqamni 0-darajasi bu 1 ni beradi. Ikkinchi example sifatida 16 berilyapti, bu ham true, chunki 2 ni 4-inchisi 16 ni qaytaradi. Uchinchi example 3, chunki bu yerda false, chunki 2 hech qanaqa darajani ifodalamaydi 3 raqami uchun. Constraint sifatida 2 ni -31-chisi va 2 ni 31-chisidan ayrilgan holatda orasida bo'lsin, uni range deb aytyapti. Xo'p, demak, birinchi ozgina matematik holatidagi ifodasini biz shakllantirishga harakat qilaylik. Xo'p, birinchi o'rinda biz oldin gaplashganimizdek, qanaqadir input kiritilgan holatida uni 2 ni darajasiga keltirsak, misol uchun deylik, 64 raqamini inputga beryapti. Bu qanaqa raqamni asosi? 2 ni deylik, masalan, hech qanaqa deyarli yig'indi holatida emas, 2 ni to'g'ridan to'g'ri deylik, 8-darajasi deylik, adashmayotgan bo'lsam. Xo'p, 8-darajasi yoki masalan 6-darajasi bo'ldi deylik. 6-darajasi degani
6 ta indeks bor bizda 0 dan boshlab 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6-chisi bizda 1 ga aylanadi indeksimiz. 6-chi o'rinda turgan indeks bitimiz 1 ga aylanadi, qolgan hammasi 0 bo'ladi. Ana shunaqa ko'rinishda uni ta'riflab olishimiz mumkin bo'ladi. Yoki 8 da oladigan bo'lsak, 8 ni 2 likka aylantirsak, bu 2 ning 3-chisi, bu degani 0, 1, 2, 3, 4 deylik va indekslarda raqamlari masalan bit uchun 0 qatnashganmi yo'q, qatnashmagan, 2 ham qatnashmagan, 3-darajasi qatnashgan, 1 bu ham qatnashmagan. Demak, mana shunaqa ko'rinishda uni bitga aylantirganimizda 2 lik sanoq tizimida mana shu daraja bizda hosil bo'ladi. Xo'p, demak, endi masalani sharti orqali uni yechimini ko'rishga harakat qiladigan bo'lsak, kod qismi mana bu yerda berib qo'yilgan, funksiya va klass chaqirilgan, bool, ya'ni boolean ko'rinishda true yoki false qaytarsin degan sharti bor bizda. Demak, ishlashni boshlaydigan bo'lsak, birinchi oldingidek tekshirib olamiz. Agar raqam musbat bo'lsin, albatta bizda n berilyapti, chunki biz ham n bilan davom ettirib qo'yamiz o'sha value ni. Undan 0 dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, bizda qaytarsin return qilib false birdaniga. Chunki nafaqat 2 ga bo'linmaydi va shu 0 dan kichkina bo'lganlarini ham mana shunaqa ko'rinishda qaytarishimizni so'ralyapti. Demak, bit countni hisoblab olishimiz kerak. Doimgidek n toki 0 ga teng bo'lmaguncha davom etsin va bizda bitta digit value olamizda, uni har doimgidek mana bu va degan operatorimiz bor. Uni tushunishdan oldin keling bittagina shu bit countni hisoblab qo'yadigan bitta value olib qo'yaylik, 0 dan boshlab hisoblasin. Chunki biz bularni hisoblashimiz kerak bo'ladi, mana shu natijani chiqarib, uni true yoki false ga aylantirishimiz uchun, birorta bo'lsa ham qatnashganini bilishimiz uchun. Demak, digitni biz tenglashtiryapmiz n va 1 ga. Bu nima degani? Bu eng asosiy ya'ni o'ng tarafdagi bitni olgin degani bo'ladi. Ya'ni eng oxirdagi joylashgan bitni hisoblab ol, bormi, yo'qmi degani. Ya'ni input bilan solishtirishimiz kerak buni. Ya'ni deylik, eng oxirgi bit 1 bo'lyaptimi yoki yo'qmi? Mana shuni hisoblashimiz uchun biz odatda ishlatamiz n and 1 degan nimani ko'rinishdagi algoritm arifmetika. Va endi keling, shunda chiqqan natijani biz bit count sifatida qo'shib qo'yaylik digitda chiqqan natijaga. Nima degani bu? Qachonki bitta agar digit bir bit masalan deylik olsa, bir bit bo'lsa, o'shanda o'sha bit count uni hisoblaydida birga o'sha qo'shilgan natijasini yig'inda qilib olib boraveradi, oshirib. Aks holda u hech qanaqa oshmaydi, 0 bo'lsa 0 ligicha qolib ketaveradi, uni o'zgartirmaydi. Va oxirgi bizni kerakli iteratsiyamizni yakunlovchi sifatida bu yoqda n mana shunaqa ko'rinishda 1 ni olsak bo'ladi. Ya'ni prosesni yakunlash uchun asosiy barcha bitlarni bittadan 10 ga shift qilib chiqadi. Sababi keling misol uchun odatiy bir example sifatida ko'raylik. Yuqoridagidek masalan deylik, oldin ishlaganimiz 13 raqami misolida ko'rsak, 13 raqam bor. Uni bitwise-ni hisoblaganimizda 1101 chiqqanini eslasak. Endi iteratsiyadan o'tkazyapti. Birinchi o'rinda 1101 bor. Uni deylik shift qilib so'radida, masalan deylik, bir raqamini oxirida qatnashgan raqamini ko'radi. Yuqorida ko'rgan shartimizdagidek 1 bormi? Ha, bor. Demak, 1 bor bunda deganini oladi. Demak, birinchisi hisoblaydi, countimiz, boyagi bit countimiz 0 edi, endi 1 ga aylandi bu yoqda. Bit countimiz 1 ga aylandi. Surganimizdan keyin uni shiftini raqamimiz bu tarafda qo'shilganligi uchun bu 0 0 1 ga aylanyapti. 0 1 10. Adashdik. 0 1 10 bo'ldi. Ya'ni mana buni olib tashladik, bu bitni bo'ldi. Mana shu bitni o'zimiz uchun saqlab qoldik va oldiga bitta shift qilib raqam qo'ydik biz. Ana shu uchun 0 1 10 ga aylandi bu. Ya'ni bitta suramizda oxirgi raqamni tortib olamiz va oldiga bitta 0 raqamini qo'yamiz, sodda tilda aytganda. Iteratsiya mana shunday davom etyapti. Bu birinchi iteratsiyaning natijasi. Endi ikkinchi iteratsiyaga o'tadigan bo'lsak, bu yoqda biz ko'rishimiz mumkin, masalan, oxirgi qolgan raqamimiz 0 1 10 edi. Chiqarganimizdagidek. Endi nima bo'ladi bu yoqda? O'shani yana bitta suramiz. Buni oxiri nima bilan tugayapti? Buni oxiri 0 bit bilan tugayapti. Bo'ldi, tushunarli. Endi buni olib tashlaymizda oldiga yana bitta 0 qo'yamiz. Natijada nima bo'ladi? 0 0 11 ga aylandi bu. Ikkinchi iteratsiyadan keyin. Va oxirgi uchinchi iteratsiya yoki davomi keyingi iteratsiyamizda yana xuddi shunday number 0 0 0 11
va uni xuddi shunday oxirgi bitini olganimizda u 1 ga aylandi mana, va uni ham xuddi shunday cancel qilib oldiga shift qilingan o'sha 0 ni qo'shsak 0 0 0 1 ga aylandi. Ya'ni natija toki 0 ga bormaguncha while'imiz ketaveradi iteratsiya bilan davom etib. 4-iteratsiyaga ham o'tdik. Unda ham xuddi shunday oxirgi bitni oladi bu 1 va oldiga bitta 0 ni qo'shib 1 ni cancel qiladi. Ana endi 0 ga aylandi. Mana shu joyda bizning while loopimiz endi to'xtaydi deb aytsak bo'ladi. Xo'p, natijamiz nimaga aylandi? O'sha 13 dan keyin biz isbotladikki, 13 da o'sha deylik sanoq tizimiga aylantirganimizdan keyingi oxirgi natijamiz birda bor edi biz bilamiz 1101 va ichida nima raqamlar bor? Ichida bizda 1 bor, yana 1 bor, 0 bor va 1 bor. Mana shu bitlarni ichida masalan deylik 3 ta 1 bitliklardan 3 dona bor. Bitta, ikkita, 3 ta 1 bitlik bor. Ana shuni sanab bizda deylik bit count'i 1 bo'ladigan bo'lsa yoki oshadigan bo'lsa, bo'ldi, true qaytarsin, aks holda false qaytarsin desak bo'ladi. Asosiy bizning logikamizni mana shunaqa ko'rinishda shakllantirib olishimiz mumkin. Demak, undan keyingi shart sifatida biz agar bit count o'sha hisoblangandan keyin 1 bo'lsa, ana undan keyin return qilsin true ni, aks holda return qilsin false ni. Mana shunaqa ko'rinishda bajarib, uni tekshirib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Test resultni ko'rsak, oxirgi natijamizda xatolik 16 da false qaytaryapti. Demak, xatoyimiz ozgina adashdik. While da ichiga kirib qolgan ekan. Demak, while dan tashqarida bu algoritmni hisoblab bo'lgandan keyin uni tekshirsak bo'ladi, chunki bit count bu yoqda e'lon qilinganligi sababli. Test natijasini ko'radigan bo'lsak, endi case'larda to'g'ri ko'rsatyapti. 16 ni berganda true, expected bilan bir xil, 1 ni berganda xuddi shunday natija va 3 ni berganda ham xuddi shunday natijalarni expected bilan bir xil ekanligini ko'rsatib berdi. Bitta qismiga ozgina yana qo'shimcha kiritib ketishimiz kerak. Qaysiki bit count'ni biz aynan nima uchun 1 ga tenglashtirganligimiz haqida, nima uchun 1 dan katta emas, nima uchun 0 emas. Sababi bit count'da aynan ichidagi bit count'lar soni 1 donagina bit count'da bitta qatnashsa, ya'ni bir raqami faqat 1 marta qatnashsagina bergan true deb deyapmiz 2 ga tushishi uchun. Asosiy sabab nima? Yuqorida ishlagan misolimizda biz masalan 13 ni misol sifatida oldik. 13 agar bilsak 2 ni hech qanday to'g'ridan to'g'ri darajasiga tushmaydi. 2lik sanoq sistemasiga olishimiz mumkin, lekin 2 ga 2 ni aniq bitta darajasiga tushmasligi aniq u to'g'ridan to'g'ri. Chunki uni bitlar soni bittadan ko'p. Bir qatnashgan bitlar soni bittadan ko'p. Masalan, mana bu yerda ko'rganimizdek, unda 3 marta qatnashyapti. Shuning uchun 13 raqami berganda uni olmaydi. 8 ni holatida esa mana bu yerda ko'rsak faqat 1 martagina bit qatnashyapti, 1 bit. 64 holatda ham xuddi shunday bit 1 marta qatnashayotganini ko'rishimiz mumkin. Asosiy sabab sifatida asosiy biz yuqorida bergan shartimizning mazmuni mana shundan iborat.